Inshoot qurilish materiallar bazasi narxlarini sindirib tashlayapti. 2 ga 4 metrli rekalarning oldingi narxi 4200 so'mida, hozir aksiyada 3400 so'mdan olib ketaverasizlar. 2 ga 14 metrli pol taxtalarining oldingi narxi 44500 so'mida, hozir 34 mingda. Bu shiputli, ya'ni tirnoqli bo'ladi, bir-biriga kiygizsangiz bo'ladi. Ushbu inshoot qurilish materiallarida barcha yog'ochlar Rossiya davlatidan keltirilar ekan. Yog'ochlar Rossiyaning sifatli sasna daraxtlaridan tayyorlanganligi uchun juda ham mustahkam bo'ladi. Eng qizig'i, bu yerdagi barcha mahsulotlar birinchi qo'l bo'ladi, arzon narxlarda olsalang bo'ladi. Qolaversa, bu yerda barcha razmerdagi to'sinlar bo'lib, bularning hammasi ko'p kerak o'zimizning milliy mahsulot. Inshootning asosiy fishkalaridan biri barcha o'lchamdagi reka va shipun pol taxtalarini o'zlari maxsus uskunalar yordamida ishlab chiqarishar ekan. Bundan tashqari armatura, turba profillarni ham barcha razmerlarini hamyonbop narxda topishingiz mumkin. Xullas, qurilishga kerak bo'layotgan barcha mahsulotlarni hamyonbop narxlarda shu yerdan topasiz. Har juma kuni 1 milliondan yuqori xaridlar uchun 20 kilometrgacha bo'lgan masofalarga dastlabki xizmatlar mutlaqo bepul ekan. Manzil Farg'ona tumani Log'on qishlog'i, Shorsdan Qalachaga ketaverganda chap qo'lda. Bundan tashqari Vodil shaharchasi Novko'y qishlog'ida filiallari bor. Ikkinchi manzil Avval shaharchasida texnikumda yonginasi. Murojaatchi quyidagi raqamlarga bog'lanadi. Bu videoni taxtda temirroq tayyorlagan do'stga jo'natib qo'ying.